الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori bo'lgan Allohga xosdir. Shuning bilan birgalikda olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, uning oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha haq yo'l bilan yaxshilik bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Aziz qarindoshlar, tavanda men sizlarga Alloh taolaning bir nechta oyatini qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Alloh taolo Ali Imron surasining 133-oyatida mundaq deydi: Atiulloha va rasula la'allakum turhamun. Ey mu'minlar, Allohga va uning payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalomga itoat qilinglar, shu orqali sizlar Allohning rahmatiga erishasizlar deydi. Madamiki biz mu'min musulmonlikni da'vo qilib ekanmiz, u chog'da biz Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishimiz lozim. Biz Allohga ishonamiz, payg'ambar alayhisalomga iymon keltiramiz deb, u zotning buyurgan ishlaridan bajarmay, qaytargan ishlardan o'zimizni saqlamay, tiymay turib, biz u zotga ergisholmaymiz va bizning keltirgan iymonimiz yolg'on iymon bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun madamiki biz yaratgan zotga iymon keltiradiganmiz, biz Allohning buyurgan ishlarini qilishimiz, qaytargan ishlardan albatta o'zimizni tiyishimiz lozim. Shuning bilan Alloh taolo oyatda mundaq deydi: "Wasari'u ila magfiratin min robbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ey mu'min musulmonlar, sizlar Alloh taolaning, sizlar Robbinglar tomonidan kelgan mag'firatga oldiranglar. U mag'firatni biz qanday qilib topamiz? Mag'firatni biz Alloh taolaning amrlarini o'rinlash bilan, payg'ambar alayhisalomning sunnatini teriltirish, amal qilish orqali topamiz. Va shuning bilan birgalikda Alloh taolo aytadi ekanki: "Va jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Ey mu'minlar, sizlar kengligi yer va osmondek keladigan jannatga oldiranglar dedi. Bu jannat muttaqi bandalar uchun tayyorlangan dedi. Alloh taolo mu'min muttaqi banda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga kengligi yer va osmondek keladigan jannatni tayyorlab qo'ydim. Ana shu jannat uchun solih amallarni qiling ey bandalarim deydi Alloh taolo. Payg'ambar alayhisolamning yana bir hadisida aytdi ekanki, sizlar Alloh taoladan jannatni so'ranglar dedi. Qachonki sizlar jannatni so'rasanglar, Firdavs jannatini so'ranglar dedi. Ya'ni mu'min banda o'zining himmatini yuqori qilish kerak, hargiz pastga urmaslik kerak. Biz nimaniki Allohdan tilaydigan bo'lsak, cho'ng narsalarni tilashimiz kerak. Pacham-parat narsalarni tilamasdan cho'ng narsalarni tilasak, Alloh taolo bizning tilakimizni albatta bajo keltiradi va so'ragan narsamizni beradi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytayapti ekanki, sizlar Allohdan jannatni so'ranglar dedi. Qachonki jannatni so'rasanglar, Firdavs jannatini so'ranglar. Eng oliy Firdavs jannati bo'lsa, jannatlarning eng oliysidir va jannatning eng o'ttirsidagi jannatdir. Ana shu jannatni so'ranglar dedi. Va mana shu Firdavs jannatidan jannatning buloqlari, anhorlari etilib chiqadi dedi.
jannatga kirsam bo'ldi emas, jannatni so'raganda biz jannatning eng oliyisini so'rashga harakat qilishimiz lozim ekan. Ya'ni bu ham bo'lsa mu'minning niyatiningki eng oliyligi. Chunki Alloh taolo insonni niyatiga yarasha tilagan narsasini beradi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom ham aytdi ekanki, innamal a'malu binniyat. Niyat insonning barcha qilingan amallar niyatga bog'liq dedi. Bizning niyatimiz nima bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu niyatimizga qarab bizningki tilagan narsamizni Alloh taolo muhayyo qilib beradi. Oyatning keyingi qismida aytadi ekanki, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i wal-kadhiminal ghayz wal-'afina 'anil nas wallohu yuhibbul muhsinin dedi. Alloh taolo yani mu'min bandalarning sifatini sifatlab Alloh taolo mundoq deydi. U mu'min bandalar kengrichilik zamonida ham va qiyin qishloqda qiyinchilikda qolgan zamonda ham Alloh yo'lida sadaqa ihson qiladi. Ya'ni mol mulkini Alloh yo'lida sarflaydi. Faqat boylik pul topgan vaqtida emas, pul topmagan vaqtida ham u mu'min bandalar qo'lida bor narsani bir insonga sarflaydi dedi. Ya'ni bir insonning uyida kechqurunda bittan bir dona noni bor edi. Ammo kechqurun birisi eshikni qiqib keldi. Qarasa ekanki bir soil, u aytdi ekanki mening qornim och, qo'sqim ichib ketdi, menga bir yeydigan narsa bering dedi, deb keldi. Uyda qarasa, uning uyida bir dona non bor edi. Uni beradigan bo'lsa, atsi atigan saharda ballarga berishga hech narsa yo'q. Nima qilish kerak? Mana shu chog'da hech narsa yo'q deb quruq qaytarmasdan, hech bo'lmaganda shu nonning bo'lsa hammasini Allohga tavakkal qilib turib bo'lsa hammasini, bo'lmagan taqdirda shu nonning yerimini ana shu kelgan soilga sadaqa ihson qilish kerak. Shuningda Alloh taolo buning qilgan ihsonini o'zining dargohida qabul qiladi. Sadaqa ihson qilish uchun millioner bo'lish kerak emas. Necha ming dollar pulga ega bo'lishi shart emas. Ko'p boy inson boyligi bo'yicha sadaqa ihson qiladi, kambag'al inson o'zining kambag'alligi bo'yicha ihson qiladi. Buning hammasini yaratgan zot o'zining dargohida qilgan ihsonining niyatiga yarasha mukofotini beradi albatta. Payg'ambar alayhisalom bir hadisida mundoq dedi: "Saxiy banda Allohga nihoyatda ham yaqindir" deyapti. Shuning bilan birgalikda u jannatga ham yaqin insondir dedi. Va shuning bilan birgalikda saxiyligi bilan u inson insonlarga ham nihoyatda yaqin bo'ladi dedi. Va do'zaxdan uzoq bo'ladi u inson dedi. Saxiy bo'ladigan bo'lsa Allohga ham yoqar ekan, jannatga ham yaqin bo'ladi ekan, insonlarga ham yaqin bo'ladi ekan. Hamma insonlar yaxshi ko'rar ekan. Bu nihoyatda saxiy insondir. Shuning bilan birgalikda u inson saxiyligi tufayli Allohning do'zaxidan saqlanib qoladi ekan. Endi baxil insonchi, baxil inson bo'lsa Allohdan uzoq bo'lar ekan. Shuning bilan birgalikda baxilligi tufayli jannatdan ham uzoq bo'ladi. Va shuning bilan birgalikda insonlarga ham yoqmaydi u inson. Chunki bu inson baxil deb u insonni hech kim yoqtirmaydi. Va shuning bilan birgalikda u inson do'zaxga nihoyatda yaqin bo'ladi. Baxil bo'lganligi uchun. Do'zax ya'ni baxillarning joyi. Va bu hadisning davomida aytadi ekanki, johil saxiy inson Allohga yaqinroqdir ibodat qiladigan baxil insondan ko'ra dedi. Nihoyatda ibodat qiladi, ammo baxil u inson. Mol mulkini Alloh taolo bergan mol mulkini Alloh yo'lida sarflamaydi, ammo ibodatni nihoyatda yaxshi qiladi. Bu insondan ko'ra bir johil saxiy bir inson Allohning nazarida afzal ekan. Shuning bilan birgalikda oyatning davomida aytadi ekanki, "Val kaziminal g'ayz." Kaziminal g'ayz degani ochchig'i kelganda o'zining g'azab nafratini yutadigan insonlar degan bu. Ochchig'i kelganda o'zining g'azabini yutadigan, uningga to'lab, vaqirab, uningga nim xafa bo'lmaydigan insonlar dedi. Val kaziminal g'ayz. Mana bu insonlar, mana bu kishilar ham mu'minlarning sifati.
Kimki mu'minlikni da'vo qiladigan bo'lsa, u inson ochchig'i kelganda ochchig'ini yutishi lozim. Yo'q, men ochchig'lasam bo'lmaydi. Mayli bu meni xafa qilgan bo'lsa, bunga Alloh rahm qilsin. Men xafa bo'lmaganligim uchun, men ochchig'im chiqmaganligi uchun Alloh menga mukofot beradi degan niyat bilan ochchig'ini yutsa, Alloh taolo u insonning darajasini yanada yuqori qiladi. Buningga Payg'ambar alayhisolamning mundaq bir hadisi bor. Man kazama g'ayzan wa huwa yaqdir ala an yanfizahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hurin sha'a. Yani qandaq bir inson o'zining ochchig'ini yutsa, yani bir insonga zulm qilgan edi, ammo uning zulmiga chidab ochchig'ini yutdi. Ammo u insondan o'ch ilishga qodir edi. Qodir turug'liq ochchig'ini yutdi. Ana shunda ochchig'ini yutgan insonni Alloh taolo qiyomat kuni barcha xaloyiqlarning o'ttirisida chaqirib, "Ey bandam, mana bu jannat hurlaridan qaysini xohlasang shuni olgin" deb mukofot qilar ekan. Ya'ni bu ochchig'ini yutish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Masalan, bizlar nihoyatda ham ozgina arzimaydigan ishlarga ham ba'zi bir birodarlarimizdan yuz o'rimiz, hattoki yillab, oylab u bilan gaplashmay qo'yamiz. Ammo bu bir tomondan ibodatimizni ham qilaveramiz. Bu esa islom dinimizga zid ekan. Bir inson bizni xafa qilib qo'ygan bo'lsa, u insonga biz afv qilishimiz, u insonning gunohini kechirishi uchun yaratgandan duo tilasak, keyin Alloh taolo bizning qilgan qilmishimizga yarasha o'zining mukofotini berar ekan. Hatta ana shunda qiyomat kunida qanday mukofot berishini yuqoridagi hadisda biz bilib oldik. Shuning bilan birgalikda val afina anin nas dedi oyatning oxirida. Val afina anin nas, ya'ni insonlarni afv qilguchi. Ya'ni qanday insonlarni? Bir inson sizga zulm qilgan bo'lsa, siz esa u insonning gunohini afv qildingiz. Birodar, sen menga zulm qilgan eding, hech qisi yo'q, men seni Alloh uchun afv qildim. Sendan qisos olmayman. Seni Alloh hidoyatga boshlasin. Men sendan hech qanday xafa emas deb Alloh yo'lida afv qilishimiz. Bu esa mu'min musulmonlarning sifatidir.